أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun sizlarga bizning islom dinimizning 5 farzi, ya'ni dinimizning asosi bo'lgan 5 farzi haqida so'zlab o'tamiz. Payg'ambar alayhissalom hadis sharifda bunday deb bizga ko'rsatgan. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal islamu ala khamsa şehadete en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve ikamus salah ve ita'uz zeka ve savmu Ramazan ve haccül beyt. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisinin mezmunu Peygamber aleyhisselam deydi, İslam dini 5 asasının üstüge kurulgan. Onun birisi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yani Allah'ın birlik ve barlığına iman keltirmen ve Muhammed aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi ikenligiga iman keltirmen. Mana bu kelime şehadet bilen, yani muşunu sözleş arkalık insan Müslüman bo'lgan bo'ladi. Ya'ni islom diniga kirgan bo'ladi. Andan keyin shuningga ergishib Allohga ibodat qilish, bu ibodatning eng birinchi muhim bo'lgani namoz. Namoz o'qish. Bu namoz ibodatning eng afzali va musulmon bo'ladigan ado qilishga tegishlik eng muhim farzlarning biri. Andan keyin zakat berish, ya'ni zakat degan pul moli nisobiga yetsa, ya'ni oilasining o'zining oilasining ehtiyojidan ortiq saqlangan pul moli boyligi bo'lsa, bunga albatta belgili miqdorda zakat berish. Uningdan boshqa yilda bir qatim Ramazan ayida roza tutish ve bir ay davomlashadigan roza tutib, Ramazanda, yani atigandan akşamga kadar, yani kun chiqishdan ilgari sahur vaqtidan boshlab toki akşam namoz sham bo'lguncha aralıqda, yani yemek ichmakdan uzoq turish ve ayoli bilan aloqa qilishdan uzoq turish. Bu roza tutuş, bana bunun ibaret. Endi beşincisi, ömrüde bir qatim, yani yol emin bo'lgan, şart şaroit pishib yetilgan bo'lgan bo'lsa, bu adam o'zining shu haramga berib haj qilib qaytib kelguncha aralıqda ve yetadigan darajada iqtisodiy sharoiti yor bersa ve ondan başka o kişi berib kelguchilik ailesi xotirjam qiyinchilik tatib qolmaydigan darajada xotirjam yashash imkoni bo'lsa, bu odamga berib haj qilib kelish bu farz. Bu islom dinining 5 farzi. Har qanday bir musulmon bo'lgan kishining
ado qilishi nihoyat zarur, nihoyat muhim bo'lgan farzlardir. Ya'ni bu farzlar ado qilinmay, ya'ni men musulmon bo'ldim deb to'liq musulmon bo'lganligini aytolmaydi inson. Shuning uchun musulmon bo'ladi ekanmiz, albatta Alloh buyurgan, Alloh bizga farz qilgan bu farzlarni ado qilishimiz shart. Shuning bilan bugungi diniy programmamiz mushu yergacha. Yana bir qatimliq diniy programmada ko'rishguncha hammanglar xo'sh qolinglar.